Endi qadam tashlaganingizda sizni ilk qadamlaringizdan quvonib, quchoq ochadigan, maktabga ilk bor chiqqaningizda qo'lingizdan ushlab maktabga olib borish kerak bo'lgan, har tug'ilgan kuningizda yoningizda bo'lib, sizga siz xohlagan sovg'alarni, o'yinchoqlarni olib berib, sizni xursandchiligingizdan sevinish kerak bo'lgan, o'qishga kirganingizda, sizni kimdir xafa qilib qo'yganida, muvaffaqiyatlaringizda, natijalarga erishganingizda sizni yoningizda bo'lish kerak bo'lgan, sizni hech kimga xafa qildirmaydigan inson tirik bo'la turib, sizni yoningizda bo'lmasligi eng alamlisi. Ayniqsa bu qiz bolani hayotida juda og'riqli mavzu. Maskalarni yechib yuborgim keladi. Shunchalar bo'g'zimga tiqiladi ba'zida, lekin odam charchab ketadi. Qachondir qayerdadir gapirilishi kerak. Sezasizmi? Aynan otasi tirik bo'la turib, yonida bo'lmaydigan farzandlar ko'proq harakat qiladi. Ko'proq o'qiydi, ko'proq aqlli bo'lishga, ko'proq yaxshiroq bo'lishga, doim ular sevilish uchun intilishadi. O'zini sababsiz ayblaydi. Hamma narsada kimdir xafa bo'lsa ham o'zini ayblaydi. Aybdorlik hissi juda kuchli bo'ladi va ular juda ko'p harakat qilishadi tengdoshlariga nisbatan. Ichidagi og'riq esa meni nimam kam edi? Meni nima aybim bor edi? Buni sababi, kelib chiqishi, eng boshi aybdor kimligini topish juda qiyin. Haligacha esimda, maktabda bir ustozimiz bilan tortishib qolib turib savol berganman. Bu dunyoda hech narsa bejiz emas, hamma gunohiga javob beradi deganda, endi tug'ilgan bolani gunohi nima deganman. Haligacha bu savolga javob topa olmayman. Kimni ayblashni ham bilmayman. Chunki hamma qo'lidan kelgancha yashaydi bu hayotda. Faqat bitta narsani aytgim keladi. Tana jismonan ulg'aygani bilan ongi ulg'aymagan inson bilan oila qurmang. Ertaga farzandlaringizni oldida siz javobgar bo'lasiz.